Turkiyada yashash ruxsatnomasini olish qiyin bo'layotgan bir paytda ba'zi hamyurtlarimiz uchun yashil yo'lak bor. Bugun shu haqida gaplashamiz. Agar siz Axisqa turki, Qrim tatari yoki Uyg'ur bo'lsangiz, Turkiya qonunchiligi bo'yicha sizda turk so'ylu maqomi bor. Bu shunchaki maqom emas. Bu katta imtiyozlar kaliti. Bu orqali siz Turkiyada 8 yil kutmasdan uzluksiz yashash ruxsatnomasi, ya'ni uzun dönem ikamat izni olishingiz mumkin. Vatandoshlikka ham osonlikcha erishishingiz mumkin. Turkiya vatandoshligiga. Birinchisi va eng katta imtiyoz bu uzun dönem, ya'ni muddatsiz yashash ruxsatnomasi olish imtiyozi. Siz yuqorida sanab o'tganimdek, Qrim tatari, Axisqa turki yoki Uyg'ur bo'lsangiz, Turkiyaga borganingizdan keyin boshqa xorijliklarga nisbatan ertaroq darhol uzun dönem yashash ruxsatnomasiga murojaat qilsangiz, boshqalarga o'xshab 8 yil kutmasdan bunaqa yashash ruxsatnomasini olishni darhol suhbatdan o'tib, hujjatlarni topshirib, yashash ruxsatnomasini olishingiz mumkin. Uzun dönem yashash ruxsatnomasini. Turk so'ylular uchun yana bir qulaylik, siz migratsiya bo'limlariga borib turna-qator navbatlarda turmaysiz. Siz uchun alohida maxsus ofislar bor. Misol uchun Istanbulda Dunyo savdo markazi, ya'ni Dunyo tijorat markazida turk so'ylularini qabul qiladigan bo'lim bor. Ana o'sha yerga borsangiz, xodimlar sizni hujjatlaringizni qabul qilib olishadi va sizga xizmat ko'rsatishadi. Navbatdagi imtiyoz fuqarolik. Turk so'yli bo'lsangiz, xuddi shu turdagi, ya'ni uzun dönem ikamat izni olsangiz, sizda vatandoshlikka topshirish imkoniyati bo'ladi. Istisnoiy vatandoshlik, ya'ni istisno tariqasida Turkiya vatandoshligiga murojaat qilish haqqingiz ham bo'ladi. Bu jarayon ham tez amalga oshadi. Unaqa uzoq yillar kutishingiz shart emas. Hujjatlarni o'z vaqtida taqdim qilsangiz, faqat kutish qoladi xolos. Shu bilan birgalikda turk so'yli ikamat izni olganlar, uzun dönem ikamat izni olganlarni ishga kirish ham juda ham oson bo'ladi. Ishga oluvchi, ish beruvchi sizni boshqa xorijlarni ishga olishga qo'yilgan shartlarga qaraganda osonroq shartlar bilan ishga oladi. Xo'sh, uzun dönem ikamat izni qanday olinadi? Qanday qilib siz turk so'yli, Axisqa turk yoki Uyg'urligingizni isbotlab berishingiz mumkin? Buning uchun agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, metrkangizda millati degan joyda o'sha 3 tasidan bittasi yozilgan bo'lishi kerak. Ana o'sha sizni qurolingiz bo'ladi. Siz uni tegishli joydan tarjima qildirib, tasdiqlatib, apostol bostirib taqdim qilasiz. Eng asosiysi mana shulardan bittasi. Siz yoki sizning tanishlaringiz orasida Qrim tatar, Axisqa turk yoki Uyg'ur millatiga mansublar bo'lsa va O'zbekiston fuqarosi bo'lib O'zbekistonda yashab yurgan bo'lsa, Turkiyada u kishida yoki sizda shunday imkoniyatlar borligini bilib qo'ying. Videoni o'sha tanishingizga yuboring. Bundan oldingi videoda Turkiyada 5 ta yashash ruxsatnomasi olish haqida video qilgandim. Hozir Uyg'ur, Qrim tatar va Axisqa turklarga qildim. Keyingi videoda insoniy ikamat izni, ya'ni insoniy yashash ruxsatnomasi haqida gapiraman. Pasportingizga amal qilish muddati tugaganmi, qochoqmisiz, O'zbekistonda muammolaringiz bormi? Bu ahamiyati yo'q. Keyingi videoda insoniy ikamat izni haqida gaplashamiz. Sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.